hozir men Bitcoin'da qatdan hozir oylik trafik kichik trafimda analiz qilib ko'ramiz. Qatlardan sotish mumkin. Hozir ko'rib chiqamiz. Haftalik time frame o'tadigan bo'lsak, haftalik time frame bizda уже selga harakat уже boshlangan. Selga harakat boshlangan. Mana haftalik bizda umumiy qulash va otkat va o'sha davom etishi qulash va oxirgi minimum bizda bor. O'sha minimum buzgandan keyin biza keyingi zonalarni kutsak bo'ladi. Mana bu zona yoki mana bu zonalarni kutsak bo'ladi. Biza kunlikka o'tadigan bo'lsak, kunlikda ham bizda ajoyib signallar bergan. Mana hozir o'sha 2 kun oldin mana oddiygina klassika mana. Oddiygina klassika. 1 2 3 4 va 5-ma buzilishi, atkat va davom etishi. Xullas bizda hozir mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan mana bu bo'lishi mumkin. Deyarli mana bu yurib turib mana shunaqa qilib tushib mana shunaqa qilib yuradi. Bunaqa qilishi mumkin yoki mana bundoq bo'lib keyin ketishi mumkin. Bozor holati shunaqa. Hozirdan agar men bundan sel oladigan bo'lsak, riskni o'lchashaydi. Mana bundan birinchi maksimumdan ancha 1% yokida 0.5% yokida 1%. 10 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, 100 dollar risk qilasizda. Hatta qo'yasiz. Deyarli 1 ga 1 yoki 1 ga 2 ta yopsangizlar bo'ladi. 1 ga 1 yoki 1 ga 2 ta. 50% ni save qilib va qolganini bezubitga o'tirib qo'yib, keyingacha tushishini tutsangizlar bo'ladi. Bezubitga qo'yib. Biroz hozirgi Bitcoin'dagi g'oya shunaqa.